Ana qiladiganligi ishonmanglar. Eng zo'ri, eng dodasi qaynatma sho'rvani mana bunaqa xilvillagan go'shtlari bilan mana bu qarang. Bay, lentalari bilan. Bunaqasi faqatgina Andijon milliy taomlarida bo'ladi. Eng zo'r qaynatma mana matalashkalarni qarang mana. O'zi xulvillab tushadi mana qarang, ili hammasi. Eng zo'r qaynatmani ichaman desanglar, boshqa yo'lga borib yurmanglar. Yana bitta narsa aytib o'taman sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar. Bu non faqatgina Andijon milliy taomlarining o'zini maxsus tayyorlanadigan noni. Agar siz kelib, mana ishonmasangiz gapimga kelib ko'ring. Kelib men aytganimni qilib ko'ring. Mana shu non bilan shundoq bo'lib turib, qaynatma sho'rvaga botirib turib, bitta yeb ko'ring siz bu nonni. Mana bu suxarilarni qilib qo'yganini qaranglar, suxarilarni. Mana bunaqa achchiq garimdorlar bilan o'tirib, bay. Buni qarang. Kirsillashini qarab, buni kirsillashini. Shunaqa garimdorlar bilan birga mana shunaqa lentali qaynatmalarni yeyishga nima yetsin? Haqiqiy marinoni bozing bilan bunaqa. Mana qarang. Ajralib chiqishini qarang suyaklaridan buni. Mana shu eng yaqin o'rtoqlaringizga tashab qo'yinglar-da shu videoni. Olib bermaguncha shu qaynatmadan qo'ymanglar. Hamma o'rtoqlaringizga tez tashab qo'yinglar. Hammalarni Andijon milliy taomlarida kutaman.